Man so'rov qoldirgandim, qanaqa mavzular haqida gaplashsak sizlarga qiziq deb. Ko'pchilik aktual o'sha eski mavzu turmush qurishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak, turmush qurishdan oldin shu kuyovi yoki kuyovi oilasiga nimalarini so'rab bilib savol-javob qilish kerak. Shular haqida bugun gaplashamiz sizlar bilan. Xullas, mayli boshladik. Birinchi o'zimda bo'lgan holatda sizlarga aytib beraman. Qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan. Men turmush o'rtog'im bilan sovchilik orqali turmush qurganmiz. Xullas, meni xolam va ularni akalari tanish bo'lishgan, ular ikkalan qidirishayotgan bo'lgan va xolam meni tavsiya qilganlar. Tavsiya qilganlaridan keyin biz uchrashuvga chiqqanmiz. Uchrashuvga chiqib, gaplashib, bir-birimizga ma'qul kelib, keyin yana hech kimsiz alohida yana uchrashuv bo'lgan. Bu alohida mavzu qiziqarli bo'lgan. O'shandan keyin biz juda ham yaqin bo'lib, bir-birimizga mosligimizni anglab yetganmiz. U vaqtlarda men 20 yosh bo'lganman. 20 yoshli meni nazarimda birinchi o'rinda o'sha insonni psixologiyasi, o'sha insonni insoniy taraflari, finansiy tarafiga unchalik katta e'tibor bermaganman. U haqida ko'p savol-javob ham qilmaganman, chunki kasblari stomatolog edi. Men yaxshi anglab yetib turardim. Stomatologlarning jim kelajagi bor, yaxshi topadi, bu taraflama muammo bo'lmaydi degan ma'noda ortiqcha savol-javob qilmaganman ularni. Asosiy fokusim ular nimaga qiziqadilar, ularga qanaqa insonlar yoqadilar, ayollarga qaysi xislatlarni ko'proq ular hurmat qiladilar yoki o'zini ayoliga kelajakda qanaqa munosabat qiladi. Har xil vaziyatlar aytib ko'rganman. Shunaqa bo'lsa, siz qanaqa reaksiya bildirasiz? Xullas, shunaqa suhbatlar bo'lgan bizda. Keyin oldin bo'lgan voqealarni bir-birimizga aytib berganmiz. Bo'lgan qiziqarli voqealar, hayotimizda nimalar bo'lgan, nima qiyinchiliklar bo'lgan yoki qanaqa muammolarga duch kelganmiz, o'sha vaziyatlardan qanaqa chiqib ketganmiz, shular haqida gaplashib o'tirib, bir 4 soat o'tirganmiz gaplashib. Ikkinchi uchrashuvda. Undan oldin rosa ko'chada aytganmiz. O'zimizga mos oshxona topa olmasdan avtobuslarga chiqib olib, aytgancha, men turmushga chiqayotganimda xo'jayinlarning mashinalari bo'lmagan. Uydagi akalaridan boshqa anaqalar mashinalari bo'lgan. O'zlarida shaxsiy mashinalari bo'lmagan. Chunki endi ishxonalarini ish boshlash arafasidagi inson bo'lganlar. Katta pulni o'sha ishxonalariga tikib olganlar. Kreslo, balo-battar, xullas stomatologический klinika ochishga bor pullarini sarflaganlar. Men bilan hayotlarini boshlayotganlarida katta hayotga o'zlari ham endi qadam qo'yayotgan, ya'ni endi dohodga, daromadga kirayotgan vaqtlari bo'lgan. Men buni prekrasno bilganman, chunki o'zlari ham aytganlar, bekitib o'tirmaganlar. Men unaqa dabdabali, katta, hashamatli bir nimalarni xohlamayman deganlar. Ortiqcha rasxodni yoqtirmayman deganlar. Keraksiz, behuda xarajatlarni men unchalik xushlamayman. Men u tarafdor emasman. To'yga ham katta rasxod qilish xohlamayman deganlar. Bu imенно meni ko'nglimdagi gaplar edi. Ularning eng menga yoqqan tarafi sayohatni yaxshi ko'rishlari va ayol kishiga erkinlik bera olishlari bo'lgan. Ya'ni ayol kishini uyda siqib olib o'tirmayman, o'qishiga qarshilik qilmayman, o'zini ustida ishlashi, rivojlanishi, bularga har taraflama ruxsat beraman. Meni uyimdagilar ham buni qo'llab-quvvatlaydi. Bizda hamma o'qimishli, ziyoli, o'shaning uchun biz kelalarimizdan ham o'qishini, o'rganishini xohlaymiz degan gaplar aytilgan. Bundan men xursand bo'lganman. Aslida bu taraflama hech qanaqa menda qo'rquv bo'lmagan, chunki men grantda institutda o'qiyotgan qiz bo'lganman. Har doim o'zim eplagan, hech qachon men ota-onamga ortiqcha og'irligimni tushirmagan qiz bo'lganman. O'zim ishlab, o'zim o'qib, o'zim o'rganib yuradigan holatda, vaziyatda bo'lganman. Xo'p, o'qish vaqtlarimda nimalarga qiziqardim? Men asosan til o'rganishga qiziqardim. Til o'rganishdan tashqari yengilliklar ko'proq aynan o'sha vaqtlarda diniy taraflama o'zim ustimda ishlayotgan vaqtlar bo'lgan. Arab tili, Qur'onga tushish, fiqh, tajvid, siyrat yoki boshqa mavzular, shu mavzular atrofida aylanib o'rganib yurgan vaqtlarim.
dunyoviy bilimlar yoki manba vizajistika, make-up, kosmetikaligi keyingi o'rinlarda bo'lgan. Qiziqqanman, lekin undan keyingi o'rinlarda, hozirgidek asosiy planda bo'lmagan. Biz tanishganmiz, 1 oyda to'yimiz bo'lib ketgan. To'yimizgacha ham ortiqcha ko'rishmaganmiz, chunki vaqtimiz bo'lmagan. Men ishlagan bo'lganman, o'qiyotgan bo'lganman, ular ham o'zlarini ishlari bilan band bo'lganlar. Faqat bizda asosan kontakt telefonda gaplashish, suhbatlashish. Asosan qachon suhbatlashardik? Kechasi ancha soat gaplashib qolib ketardik. Menga ularning xarakteridagi yumshoqlik, hamma narsani 100% tushunish, ortiqcha yuklama, bosim, nagruzka bermasliklari juda ham yoqqan, chunki men shunaqa insonlar bilan juda ham yaxshi chiqishib ketaman. Bir xilga erkaklar bo'ladi-yu, masalan, ro'mol o'ramagan bo'lsa, sen ro'mol o'raysan yoki men ovqatim 100% tayyor bo'lishi kerak, har doim kiyimlarim tayyor bo'lishi kerak. Mana shunaqa yuklamalar qilib tashlaydi, bosim, nagruzka beradi ayol kishiga. Aynan o'sha taraflama menga ortiqcha gaplar, ortiqcha bir anaqalar bermagan, zamechaniyalari yo'qligi menga yoqqan. Keyin mendagi nima yoqqan? Men ulardan ko'p narsa talab qilmasdim. Bizda merimiy yoki shunaqa allambalo bir tadbirlar bo'lmagan. Biz xohlamaganmiz ular uchun pul sarflashni, chunki hozir o'sha pulni biz boshqa kerakliroq narsaga sarflashimiz mumkin degan fikr ularda ham, menda ham bo'lgan. Ana o'shaning uchun biz bir-birimizni tilimizni yaxshi topganmiz. Ortiqcha dabdaba, menga uni qilib berasiz, menga buni qilib berasiz, katta 98 talik yoki 101 talik atirgul berasiz yoki mamnaqa uzuv berasiz yoki mamnaqa mahar berasiz degan gaplar bizda bo'lmagan. Bo'ladi deganlar, faqat sekin-sekin to'ydan keyin. Bo'ldi deganman, menga hozir ortiqcha o'z aslida hech nima kerak emas. Menga tinchlik kerak. To'yimiz bo'lib o'tgandan keyin menda qanaqa vaziyat bo'lgan? O'qish boshlangan, o'qishimga chiqib ketganman. Uydagi asosiy ishlar, asosiy vazifalar bo'linib ketgan. Uyda o'g'illarimiz bilan biz ko'p bo'lganligimiz uchun o'g'illarim menga ikkagina oyijonim juda katta podдержка berganlar. O'qish vaqtida kelinligimda unchalik bilmagan bo'lsa ham, farzandli bo'lganimdan keyin farzandimga men o'qishda deyarli kunim bilan bo'lardim. Ayniqsa sessiya vaqtlari, diplom ishi vaqtlari juda ham ko'p vaqtim ko'chada o'tib ketardi. O'sha vaqtlarda meni podдержка qilganlari uchun men juda ham xursand bo'laman va uni javobini qaytarishga men har doim harakat qilaman. Lekin namunali kelin bo'lmaganman. Ko'pincha uxlab qolaman yoki ko'p ishlarimga ulgurmay qolaman. Buni ular har doim to'g'ri tushunishgan, meni kichkina deb hisoblashgan, ortiqcha menga bosim bo'lmagan. Bosim bo'lgan taqdirda ham men xarakterim shunaqaki, menga yoqmaydigan nimadir bo'ldimi, men unga absolyutno e'tibor bermayman. U kimnidir muammosi, men kimgadir yoqmayotgan bo'lsam, u o'sha insonning muammosi. Bu narsa bilan ular tushunishgan, meni xarakterim qanaqa. Men ishlarimni o'zimga mos, o'zim xohlagan, o'zimga komfortli vaqtda qilib qo'yaman. Ertalab turib, masalan, 6 da yoki 5 da men hovli supurmaganman hech qachon. Yoki kech paytgacha nimadir ishim bilan aralashib, oshxonada yo hovlida qolib ketmaganman. O'zim ishimni qilaman va xonamga kirib ketib darslarimni tayyorlayman. Chunki o'sha vaqtlarda meni tajvid, arab tilim kurslarim, keyin o'qishim, o'zimni institut darslarim bo'lgan. Bu narsani tushunishga ozgina vaqt kerak bo'lgan-u, lekin tushunishmagan emas. Farzandli bo'lganimdan keyin men atrofga qarasam, yo'q, hamma oilasida unaqa emas. Men o'zimda bo'layotgan situatsiyalarni aytib bersam, qizlar menga boshqacha qarashgan, xuddi planetadan tushib qolgandek. Nimaga ekan desam, ularda bunaqa narsa yo'q ekan. Farzandli bo'lganlar farzandini o'zini o'sha kelin, mana qiz bola kursdoshlarim o'sha o'zini onasiga tashab kelargan farzandini, ya'ni qaynota, qaynona yoki bu taraflama podдержка qilmaydi. Kelib borib konkretniy hamma ishlarini bajarib qo'yishar ekan. Ertalab vaqtli turish yoki boshqa narsalar, bu men hayron qolganman. Nahotki men chunki o'ylardim, hamma oilada mendagi situatsiya hamma bir-birini tushunadi, hamma yaxshi yashaydi. Yo'q, unaqa emas ekan. Shuning uchun hozir o'zimda bo'lgan narsalarni aytib berdim. Endi sizlar turmush qurishinglardan oldin nimalarga e'tibor berishinglar kerak? Sizlar
to'ydan oldin shu bo'lajak kuyov bilan konkretniy bu narsalarni ustida gaplashib olishinglar kerak. O'zinglarning shartlaringlarni, o'zinglarning xarakteringlarni bekitmasdan, o'zinglarni juda ham bir sipo, aqlli, odobli qiz sifatida ko'rsatmasdan shu kuyov bilan maslahatlashib olishinglar kerak. Mana shunaqa minuslarim bor. Men shunaqa qilaman. Masalan, men uxlab qolishim mumkin ertalab katta ehtimol bilan yoki men qo'lim unchalik shirin emas. Men qo'limdan kelmaydi ba'zan 100% siz oilangizga yoqadigan taom tayyorlab berish. Shu narsalarni aytib olishinglar kerak. Chunki to'ydan oldin sizlar boshqa gap aytib, to'ydan keyin amalda boshqa narsa bo'lsa, bu sizlarni turmush o'rtog'inglarning hafsalasini pir qiladi. Xuddi shunga o'xshab turmush o'rtog'inglar bilan ham kelishib olishinglar kerak. Masalan, menga bular aytganlar, hech qachon o'qishingizga xalaqit qilmaymiz, hech qachon men sizga qo'l ko'tarmayman. Har qanaqa vaziyatda men yumshoqligim bilan o'zim sekin vaziyatda tekislab olib o'tib ketaman yoki hech qachon ota-onam bilan sizlarning orangizga tushmayman. Nimadir muammo bo'lsa, o'zingiz hal qilasiz degan ma'noda. Aynan shu mavzularni sizlar gaplashib olsanglar, oilada bahamjihatli, tinchlik, keyin o'rtada bir hurmat yo'qolib qolmaydi. Shunga asosan e'tibor berishinglar kerak. Undan tashqari, qaynonanglar bilan bo'layotgan janjallarga eringlarni aralashtirishinglar yoki boshqa o'zingiz uyinglardagi ota-onangizni aralashtirishinglar bu doim o'zingizga zararga, minusga ishlaydi. Hech qachon men uyimda bo'layotgan muammoni ota-onamga borib aytmaganman, aytish niyatim ham yo'q. Bu bilan ular nimanidir o'zgartirib qo'yisha olmaydi yoki sizni holatingizni o'nglab qo'yisha olmaydi. Buni har doim to'g'ri tushunib, to'g'ri tushuntirish kerak. Videomiz tugadi, yana gaplashamiz.